Navoiy viloyati Nurota tumani Axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarga o'zbek xalq ertaklaridan Kenja Botir nomli ertak kitobni o'qishni tavsiya qiladi. Tulki bilan Turna. Turna bilan tulki do'st bo'lib birga yashay boshlabdi. Turna bola ochibdi. Ularni ko'z qorachig'iday asrab tarbiyalabdi. Tulki turnalarning bolasilariga ko'z olaytiribdi. Yesang maza qilasan-da debdi ichida. Bir kuni Turna bilan tulki ovqat izlab uydan chiqibdilar. Turna uzoq ko'llarga qarab uchib ketibdi. Tulki bo'lsa darrov iziga qaytib, turnalarning bolalaridan semizginasini tutib, yeb qornini to'yg'izib olibdi. Bir vaqt Turna kelibdi. Tulki ko'z yoshi bilan chiqibdi. Sho'rimiz quridi. Kelsam bir bolam qolgan ekan. Turna kechasi bilan yig'lab chiqibdi. Tong otibdi. Ular yana ovga chiqibdi. Ovqat izlab har tomonga ketibdi. Kechqurun Turna ovdan qaytsa, yana bir bolasini yo'qotib qo'ygan ekan. Buni qara, shu yerda baqani ko'rgan edim, baqa yegan. Baqani ko'rgan edim deb yolg'on gapiribdi tulki. Ertalab Turna baqaga o'ch olish uchun ko'lga ketibdi. U ko'ldan, bu ko'ldan uni izlab baqaning inlarini buzib yuboribdi. Keyin Turna uyda kelib qarasa, oxirgi bolasi ham yo'q emish. Nima bo'ldi debdi. Turna. Uying kuydi debdi tulki. Turna o'zini qo'yarga joy topolmabdi. Tulki bo'lsa bir chekka jimgina yotgan emish. U Turnani o'zini yeyish payida ekan. Turna. Do'stim, bu yerda bizga kun yo'q ekan. Yur ketamiz. Ko'l orqasida ovqat mo'l debdi. Ko'ldan qanday o'taman? Mening qanotim yo'q-ku debdi tulki. O'zim ko'tarib o'tkazaman debdi Turna. Bu gapga tulkiga ma'qul tushibdi. Turna tulkini ko'tarib uchibdi. Ular baland osmonga chiqibdilar. Yerni ko'ryapsanmi debdi Turna. Ha, mushtaygina bo'lib ko'rinayapti. Turna yuqoriga yana ko'tarilibdi. Endi-chi debdi so'rabdi. Tangaday bo'lib ko'rinayapti. Yaxshi debdi. Turna qanotlarini yozib, tulkini tashlab yuboribdi.